Assalomu alaykum. Hozir biz Qashqadaryo viloyati G'ilon qishlog'iga kelganmiz. Bu joyga odatda qish mavsumida yengil mashinalar kela olmaydi. Shu sababli biz katta jamoamiz bilan внедорожник mashinalarda vaqt jamoa fondi bilan mana shu yerga keldik. Yetimi bor va nogiron oilalarga oziq-ovqat va kiyim-kechak mahsulotlarini sizlar bilan birgalikda tarqatamiz. Kuzatib boringlar. Bunaqa joyda odam kibr sinadi, asliga qaytadi. Haligi maskalari yechiladi. Zo'r deyman, bir narsani eriyotgan his qiladi odam. Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz, Rasululloh bo'lsalar edi. Holimizni ko'rsalar edi. Ehsoniylar, akalar, haqiqiy joylariga kelyapti mana. Ko'ryapsizlar sharoitni, yo'llarni. Har dardga shaksiz, Rasululloh bo'lsalar edi. Ya Habibim, ya Muhammad, ya Rasulim, ya Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Ya Habibim, ya Muhammad, ya Rasulim, ya Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Ya Habibim, ya Muhammad, ya Rasulim, ya Muhammad. Sizga yaxshi sharoitda yashayapmiz, lekin bu yerda shunaqa sharoitlarda yashashyapti, juda og'ir, achinarli holda. Ya Muhammad, ya Rasulim, ya Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Durud salovat muhabbat, durud salovat